Ye, bugun dushanba-ku. Voy, bile. Soat necha bo'pti? WhatsApp 8:30 bo'lib ketibdi. Dars 9 da boshlanadi. Men tezda ulgurib qolishim kerak. Tak. Birinchi bo'lib betimni yuvaman. Amayli. Tak, menga birinchi o'rinda bugun dushanba, o'shaning uchun menga tak bolalarni olamiz. Birinchi bo'lib ovqat olaman deychi. Texnologiya bo'ladi. Dushanba kuni rus tili, keyin ingliz tili bo'ladi. Shu fanlar. Xolosmi? Yo'q. Texnologiya, rus tili, ingliz tili yo'q. Yana matematika bilan o'qish. Nima? Yo'q, rus tili bo'lmaydi bugun. Adashib ketdim. Ona tili shoshayotganimdan adashib ketdim. Ona tili, texnologiya, ingliz tili, matematika, o'qish bo'ldi. 5 soat bo'ladi bugun tak. Tak bolalar. Survival qoliya. Esdan chiqib qoldi. Hech kim ko'rmadi. Tak bolalar. Tezda yugurib borish kerak. Yaxshi maktab uzoqda bor. Chicha pul olishim kerak. Tak minutda. O'qitam. On 15 dona yetadi tak. 16 ga 5 21. 20 ta olmos olsak yetadi. Uyda arendasini to'lash kerak. Yaxshiyam maktab uzoqda biz shoshildik. Ketdik. Voy. Ketdik. Voy, yana kech qoldim. Ustoz yana urishadi. Qandaqadir go'shlar. Uzr ustoz, kechga qoldim. Nimaga kechga qolasan, a? Ustoz, bugun qistimaqmiydi. Bir kunga kechga qolsam. Nimaga kech qolasan? Men senga shundan so'rayapman dedim. Uxlab qoppan. Bo'ldimi? Devorga tur, tezroq. Xo'p, ustoz, hali ko'z-ko'zga tushganda gaplashamiz. Bolalar. Zerikib turamizmi endi? Ha, ustoz. Kechga qolganingni ko'rmay. Bor joyingga o'tma. Ha, qalaysan? Yaxshimisan, do'st? Gapirma. Birinchi soat nima, ustoz? Birinchi soat ona tilingni ol. Texnologiya bu ona tili. Nima deb yozaylik, ustoz? Vatan bizning uyimiz. Xo'p. Qani ve katta bilan boshlaylikmi? Yo'q, kichkina bilan boshla. Katta bilan boshlasanda nima bilan boshlardiki? Vatan. Qani ve? Vatan. Biz bizning uyimiz. Qaniydi bolalar?
Ikkinchi ustoz. Bo'ldi, shu. Muncha tez. Ha, Sana bilan mavzuni yozmabsan-ku, bo'l. esdan chiqib qolibdi. Shunga shunchami? Tez yozib olibdi, o'chir. O'chirmasang 2 qo'yaman yoki 3 xullas-da. Bo'pti, o'chirib boshqa talab. Bugun 15-chi yo'q, 15 bo'lsa azlashdim. Bugun 6-chi voy 6-chi aprel 6 aprel. Mavzu nima ustoz? Vatan. Vatan ekan. Kattami bilan mavzu vatan. Nuqtayda va mavzu vatan nuqta keyin pastidan vatan bizning uyimiz. Uyimiz. Nuqta. Va nihoyat tugatdimi? Ustoz, bo'ldi. Hop, opke. Mana bo'pti. Senlar ham o'piryapsanmi? Do'st. Gapirmasdan olib ketasiz. Hop, ustoz, mana o'piryapman hali. Ko'ramiz. Mana. Tak, ona tili. Mang ustoz. Qalay bahoyim? O'zim turamiz. Va seni bahoying 5 deb hazillashim. 4. To'rappanmi? To'ra oldimmi? Qanday olaman? Bering kitobimni. Kitobga uxlatdingizmi ustoz? Kitobni bering. Ustoz. Kitobimni bering. Qanday olamiz endi bolalar? Ertaga olasan. Xo'p, bo'pti. Hasan, qandasan? Keyingi dars nima ustoz? Keyingi dars matematika. Tak, ingliz tili, matematika. Tak. Bugungi sanani yozamiz. O'rtaga 6-chi aprel. Aprel. 6 aprel. Matematikadan mavzu nima? Mavzu nima ustoz matematikadan? Mavzu misollar ishlash. Mayli, misollar ishlash ekan.
Yozib oldim, ustoz. Keyinchi? Keyinchi ustoz. 5 qo'shuv 5. E'tibor bermanglar, ayollar edi. 5. Qo'shuv 5. Oson. Teng. O tak, yana bolalar, sizlar e'tibor bermanglar, ayollar edi. Tak. Voy. Bolalar haligindaqa uzr. Shuning uchun keyingisi ustoz. 20 qo'shuv 30. Shami? 20 qo'shuv 30. Teng 50 bo'ladi ustoz. Aytmaysizlar, boshqalar ham biladi aka. Ha, bo'pti. Keyingisi ustoz. Tak. 52 qo'shuv 62. O 52 qo'shuv 62. Bolalar, sizlar videoga like va obuna bo'lib qo'yinglar. Agar shu videoda tak nima 10 ta like yig'ilsa, ana shu maktab qismida davomi chiqadi. 10 ta like 15 ta obuna bo'pti. 15 ta obuna yig'ib beringlar. 2 ga 2 4. Tak. Yana 2 4 yozamiz. Keyin 5 ga 6 11. Minutiga qanday baqolardi endi? Qanday qilib qo'ydim? Ha, bo'ldi. 4 5 ga 6 11. 114. 114 bo'ladi. Miyani ko'ryapsizlar? Bo'ldimi ustoz? Ha, bo'ldi, olib kelaver. Bo'pti. Nuqta qo'yishingizdan chiqibdi. Mana. Buncha qorong'i bo'lib ketdi, ustoz. Qorong'i tushyapti-da, jiddi. Hop, yorib qo'ying. Tak. Ana, yorib bo'ldi. Hammasi to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Och kitobingda hamma. Hop, mana ochdim. Men aytaman, senlar ha yo'q deb turasanlar. Javobini aytaman men. Hop, ayting ustoz. Tak, eshitamiz. Tak. 5 qo'shuv 5. 10 bo'ladi. Hamma yozdimi? Ha, ustoz, yozdim. 20 qo'shuv 30. Hamma yozdimi? Ha, yozdim. Teng 50 bo'ladi. 52 qo'shuv 62. Hamma yozdimi? Ha, yozdim ustoz. 114 bo'ladi. Ha, to'g'ri ekan. Oberakmi? Yo'q, olib kelma. Mencha menga termilaverasiz, ustoz? Urma deyapman. Talpa yo'q. Ha, bo'pti ustoz. Buni ham ertaga olamanmi? Yo'q. Baholamayman. Shunga. Sen ona tilingni baholamayman. To'g'ri, o'g'liga jim o'tirmading sen. Asabni buzib o'tirding. Gapirganingizam yo'q-ku menga.
Gapirganingiz ham yo'q. Yana shundoqa deydi. Baho qo'ymayman endi. Urganing uchun. Endi ham baho qo'ymayman. Jim o'tir. Joyingda. Hop, ustoz, bo'pti. Mayli, ketdim. Kitobingni ol. Ertaga beraman dedingiz-ku, ustoz. Bo'pti, ketdim. Bo'pti, bratishkalar. Hi-hi-ha, hi-hi-ha, hi-hi-ha. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Endi bize PlayStation'ga boramiz. PlayStation yo'q. Ammo lekin xullas kalom bir balolar qilib yuramiz. Hey Jitel. Ha. Olma solasanmi? Ha, olaman. Ma. Menga o'rniga ma bo'pti senga. Qarz deding, ol endi. Voy. Minutlarda dars tugadi. Matematikada necha pan olganim ham yo'q. O'zimiz qo'yib olaveramiz. Yozilib ketdi. Boramiz. O'zimiz qo'yib olaveramiz birga po'qoy chunki. Tak. 5 qo'shuv. Biz qo'shuv 5 oldik. Vallahi shuncha yozib 5 qo'shuv oldik. Qo'shuv 5 degani. Tak. Endi bularni sop qo'yaman. Amerikan ustoz kitobimni ber. Men somadimmi hozir? Soppa, bolalar. Tak. Ustoz nimamni bermayapti. Ustozdan so'ray. 16 kitobimni bersin ustoz. Yuguray. Ustoz, 16 kitobimni berasizmi yo'qmi? Yoki minutni buzib. Buzilmas ekan. Ikkita zumradga shuncha do'stimga qarz berib turdim. Sizda qolsizga. Birganim bor. Bratishkalar, nimaga senlar ham qarab qoldiraring? Yoki peshanamga paq o'tib qo'yaymi? Ustoz, 16 kitobimni berasizmi yo'qmi yoki o'zim o'ldirib olaymi sizni? Ertaga olasan dadam-ku. Buncha bunaqasan sen. Mayli. Telegramdan jo'natib yuborarsiz necha olganimda. Bo'ptimi ustoz? Ha, boring qol. Jo'natib yuboring. Xo'p deyapman-ku. Keti. Tak. Bugun jo'natib yuborayotganimni bilmadim. Telegramga kiraychi. 9-sinf. Tak. Jasurbek tur. Jasurbek turibdi. Keyin yana kim ekan? Nima turibdi? Atilmaydi. O'quvchi. Sanjarbek ham turibdi. Keyin
Behruschik. 5 bo'lar 5 opis ona tildan dun. Tezroq uxlab olish kerak. Tom. 5 opis. Ure bolalar 5 opis. Ona tildan. Matematikada necha opis? Qo'shib 5 opis. Bugungi video shulardan iborat edi. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Aytganimdek, agar shu videoga 10 ta like, 20 ta obuna yig'ib bersanglar, shu maktab qismida ikkinchi qismi chiqadi. Agar do'stim ham chiqishni xohlasalaring, ana shuni 20 ta like, 25 ta obuna yig'ib berish kerak. Chunki 20 ta like 5 taga ko'paytirdim. Bugungi video shulardan iborat edi. Xayr. Sizlarga salomatlik tilayman. Xayr.